Bugun ko'zlagan manzilimiz va'da qilganimizdek Firdavsiyning Shohnoma asarida tilga olingan Afrosiyob g'ori. Chiqasizmi uka? Ha. Qaytish Xo'p. Bu buyoqqa bo'lmasa bir narvon olib kelish kerak. Bunga narvon qo'yish kerak. Yo chiqasiz, harakat qilib ko'ring mayli. Yo, hozir qiymanlik toqqa yurgan bo'lsangiz chiqing. G'orga chiqish biroz qiyin bo'lyapti. Oyoq kiyimlarimiz namligi esa buni yanada mushkullashtirmoqda. Lekin uning ichini ko'rmasdan ketish yo'q. Ana shardan chiqsangiz bo'ldi, axiga chiqib ketadi. Bo'ldi. G'orda mana o'rta qismiga yaqinlashdik. Lekin shu yoqqa chiqquncha ham past toshlikda tushib ketsa odam albatta jarohat oladi. Shuning uchun ancha hadaksirab qoldik. Arqon bo'lganda aniq chiqib ketadi. Sizga arqon tashib, arqonni yo'lda bir narsa qilib chiqsa bo'ladi. Yuqorisiga chiqamiz, qani ichkarida nimalar bor ekan. Biz bu yoqdan keldik. Bu yerda esa kichkina mana shunaqa uyoq joy bor ekan. Nima ekan ha, qani? Kirib ko'raylikchi. Kattagina joy ekan uni o'zi. Afrosiyob to'xtagan joylar, Makedonskiy qadam yetgan joylar, nimadir kovlab tashagan. Tashqarida odam sovqotadi. Lekin bu yer mutadil havo. Bemalol o'tirsangiz, o'rtada gulxan yoqsangiz ham bo'ladi. Sayyohlar uchun ham bir ajoyib joylardan biri bo'lishi mumkin. Buyuk muzlik davri paytida odamlar muzlikdan avval, ya'ni tik joylarda yashab, keyin o'sha muzlik bo'lgandan keyin tog'larga chiqib, g'orlarga yashagani haqida. Afrosiyob g'ori deymiz. O'shandan ham odamlar yashagan yoki yashash iloji bor degan masala ham bor bu yerda. Mana bu kul qoldiqlarga qaraganda bu yerda o'zi odamlar mana gulxan yoqib o'tirgan. Tosh uyumlari esa bu yerga keyinchalik kelib qolingan ham bo'lishi mumkin. Balkim mana shuni ostini kovlasa qandaydir bir arxeologik tarixiy buyumlar topilar. G'orning balandligi ham taxminan bir 3-4 metr keladi mana yuqori tomoni. Oho. Qani endi bu tomonni ko'raylikchi. Mana shu qishloqda joyi ko'l bo'lgan, oldi yopilgan bo'lgan, bu yog'ini Kurdiston dedi bu yoqda. Bu yoqda paybaxsha dedi. Ana shu paybaxsha bilan Kurdistonga kema o'tgan ekan dedi. Shu uchun bir yerda ko'l degan. Qishloq ko'l bo'lganda odamlar qayiq bilan kelib, dam olgan, panagoh ham sifatida foydalangan deyishadi. Shunday. Keyin buni osa buni suv yo'l ochib, daryo borda qishloqda ichidan. Olib dedi, keyin daryo ketgandan keyin o'rniga mana bu yoqqa qishloq bo'lgan. Endi tepa tomonni ko'raylikchi. Faqat mana shu yo'lakcha juda ham xavfli ekan. Sababi tuproqli joy, tayib ketish mumkin. Va mana bo'ldi, qiyin joydan o'tdik. Mana endi ikkinchi joy. Nimaga? G'orning yarmiga chiqdik. Aksariyat sayyohlar shu yergacha kelar ekan. Tepaga chiqishga otlanayotganimizni ko'rgan yo'lboshchilarimiz arqonsiz u yerga chiqish xavfli deya qarshilik ko'rsatdi. Na iloj ortga qaytdik. Tushish esa chiqishdan ham ko'ra qiyinroq bo'lyapti. Yana qishloq oralab ketyapmiz. Ko'rayotganlarimiz bizni goh hayratga, goh hayajonga soladi.